Assalomu alaykum qadrdon domlalar, sizlar charchamayapsizlarmi? Hozir kechkirganga qaramasdan o'zim ham mahallamda tug'ilgan kundamiz. Xudo xolisa Inomjon, Ilhomjon ukalarimizning nomidan bugun dadajonisini tavallud kunlari ekan. Kirib xursand qilib ko'ngillarini ko'tarib chiqamiz. Yurakchani qizartirib, podpiskani bosib hech qachon esinglardan chiqarmanglar. Sizlarda ham xonadoninglarga tabrik asaga jamoasi tashrif buyurishlik. Albatta nasib qilsin, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, videoda kuzatib turinglar. Tayyormisiz? Otam bilan kiraverasiz. Ketdik. Yüzlerimni boylab yurgan odam bor. Hey! Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Qaysi tarafda Inomjon? Otasini dag'ida Akidam? Boylan chunki odam bor. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Haberlar yoqimli ishtaha. Tuzingizlar. Yo, mashinadan. Yo, mashinadan. Ozgina gaplarim bor, gapirib olay. Hozir siz yumsizlar, charchamayapsizlar. Hojaga siz yumsiz. Omonmisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan. Shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolisa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmang. Dilingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xolisa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Bolam bilan qo'sha qarib yuringlar. Farzandlaringizning baxtiga, nabiralaringlar baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuringlar. Ilhomjon, Inomjon menga bir haftadan beri aytayapti, dadam tug'ilgan kuni. Inomjonga qaraganda Ilhomjon ko'proq joy kuyiktirdi. Ilhomjon dadam tug'ilgan kuni 12-dekabr esdan chiqib qolmasin, aka dedi. Bo'ldi, mana bostirib kelyapman. Xonadoninglarga. Charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Siz kutib o'ldinglarmi qilib biz kelishimiz? Buni aytib qo'ymadimmi bolalarga? Aka, sizga chiroyli pодарка bor. Ilhomjon, Inomjonning nomidan qabul qilasiz. Albatta sizlarni o'ylab olib kelyapman. Asakamizdagi pervi tortlardan, dadajon shirinliklardan. Qarang, ustiga dadajon ham deb yozishib qo'ydi bular. Qarasa chop qo'ysalar, shuni topshirib qo'yaman mana. Salomat bo'lasiz, sog' bo'lasiz bo'ldi. Qalbingizda, dilingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xolisa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsa, hozir bitta niyat qilib qo'ydim. Xudo xolisa yuzga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizda yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatida, tishlaringiz bit-butun holatida kelinglar bolalarim deb kuting, biz kelaylik, tabriklaylik. Ashkurlarga yetkazsin. Xudo xolisa katta hojilarga, umra safarlariga sertifikatlar qilib bersin. O'zimiz ism familiyalargacha o'qib, topshirib jo'nataylik. Borib kelganinglarda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan bizni tabrik asaga jamoasi kutib olishlik va nasib qilsa, shu kunlarga yetkazsin. Nima dedingiz? Xudo xolisa salomat bo'lsangiz bo'ldi. Shu farzandlaringizni baxtiga doimo sog' bo'lib yursanglar bo'ldi. Bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilib ko'ngillarini ko'tarishdi. Bu mahallada bilmayman, yo 4-chi yo 5-chisi bo'lishi bu xonadonga kirishi. Shu mahalladagilarga. Xudo xolisa salomat bo'lsangiz bo'ldi, sog' bo'lsangiz bo'ldi. Dilingizda nima niyatingiz bo'lsa, Xudo xolisa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Sizlar uchun bir dona she'rim bor. Shu Ilhomjon bilan Inomjon nomidan qabul qilib olasizlar. Bo'laverami? Bo'ldi, siz uchun ijro qilib beraman, Xudo xolisa. O'z dardin hech qachon oshkor etmaydi. Bizni siqilmasin deya saqlaydi. Otam kulganida dunyo porlaydi. Otam tabassumi yaxshi ko'raman, onam tabassumi yaxshi ko'raman.
Otam yuzlaridan bir nur yog'ilgay, ko'zlari ham ajib bir hisga to'lgay. Meni otam doim duolar qilgay, otam tabassumin yaxshi ko'raman, onam tabassumin yaxshi ko'raman. Otamga qo'shilib onam jilmayar, bunda mening baxtim ming karra oshar. Ular kulganlarin ko'rib quvnayman, otam tabassumin yaxshi ko'raman, onam tabassumin yaxshi ko'raman. Otam bilan onam doim sog' bo'lsin, meni tabassumla duo qilishsin. Men ham ular ko'nglin shod aylagayman, otam tabassumin yaxshi ko'raman, onam tabassumin yaxshi ko'raman. Xudo xolasa bu she'rlar faqat sizlar uchun. Salomat bo'lsangiz bo'ldi. Hoji aka kutmoqdingizmi ish qilib? Bura aytib qo'ymadimi? Buni bolalar keladi, shokda turibdi yo'zi u hoji aka. Xudo xolasa ishlar уже shu bo'ldi. Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi. Endi sizga yana bir dona qo'shig'imiz bor. Farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Ayting desiz aytaman. Aytmang desiz majbur aytaman, eshitishga majbur bo'lasizlar. Bo'ladimi? Ey, mana asosiy odam. Ey, Yolg'onjon keling endi. Qalasiz? Yaxshimisiz? Charchoq sog'lom. Ha, ishlarni javob tushdi. Telefon qilsam gazaprab ketaman deydi. Deydingizmi ish qilib? Ha, bo'ldi. Xudo xolasa farzandlaringiz nomidan bir dona qo'shiq bor. Ijro qilib beraman endi. Bo'laveradimi? Turibman qattim kerib, urur tog' qoyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzorungu so'llarim, ko'kka yetar qo'llarim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim, dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman erkak bo'lib, dadamni soyasida. Onamni soyasida, onamni soyasida, yuribman davrim surib, onamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim, dadamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim, dadamni soyasida. Ey dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Onamni soyasida, onamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Ey onamni soyasida. Bu qo'shiqlarni Ilhomjon bilan Inomjon va qizlaringiz nomidan qabul qil. Bu qo'shiq mana Inomjon bilan Ilhomjon nomidan bo'ldi. Hozir endi qizlari nomidan xolamga ham qo'shig'im bor. Ijro qilaveraymi? Bola qizlaringiz nomidan qabul qilib olasiz bu qo'shiqni. Bo'laveradimi? Mening aziz umidvorimni chalinadi. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Yanganimdan xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganimdan xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor, yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir. Qalbim
tilagim bedor. Onajonim rahmatlik bor, yuzlari nurli onam bor. Ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Onajonim, bu qo'shiq siz uchun. Jamiki onalarimiz uchun. Salomat bo'lsanglar bo'ldi. Bugundan boshlab miyalarda qanaqangi g'am tashvishlar bo'ladigan bo'lsa, bir chekkaga shuni chiqarib orasizlar, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasanglar, shuni o'zi katta baxt. Uni avazon aytganda yashab bersanglar bo'ldi. Xudo xolasa, yelkalardan to ag'darilganda bo'ldimi hozir? O'tiringlar, erishdingiz, sog' bo'lsanglar bo'ldi. Yo'q, hozir qarang. Yo'q. Hoji aka qarang, xola qarang. Bizni shu xonadonga chaqirgan, olib kelgan shu Ilhomjon bilan Inomjonni haqqiga bitta chiroyli duo qilib qo'yasizlar, bizga esdalik bo'lib qoladi, xola. Hammaga, bularga ham duo qiling. Hammaga duo Duo qiling, hamma ularga ham. Amin. Tinchlik, omonlik, sog'lik, salomat bo'lsin. Xonadonlaringiz yaxshi bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, Alloh qo'sha qaylar. Endi uylaymiz. Nima bo'lsa endi aytdim. Baxtini sirasin. Yaxshi niyatdan aytdim. Onajonlaringiz, dadajonlaringiz, ukajonlaringiz, opajonlaringiz sog' bo'lsin, ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Omadinglarni bersin, omad yor bo'lsin, yo'linglar bexatar bo'lsin. Ishinglarga Alloh omad bersin. Hamisha sog'lom bo'lib, chiqib sog'lom bo'lib uyga kelgani Alloh nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan Alloh yana qabul qilib olaydi, Xudo xolasa. Xudo xolasa, onajon, endi sizni tug'ilgan kuningizga kelamiz. Xudo xolasa, Xudo xolasa salomat bo'linglar, hoji aka, sog' bo'linglar. Hozir yana bitta xizmatim bor, kech qolib ketaman, hoji aka. Xudo xolasa bo'ldi, salomat bo'ling.